Bu drama inson tabiatining eng nozik va eng og'riqli joylariga borib taqaladi. Keling, ushbu tahlil va voqealarni sahnalashtirilgan uzluksiz hikoyaga aylantiraylik. Quyida 1700 dan 2000 gacha so'zlik YouTube nashri uchun mo'ljallangan ovozli rivoyat matni keltirilgan. Bu hikoya bir necha qismga bo'lingan. Birinchi qismda siz Sodiq Turg'unovichning ichki xutbiyligi va Tamaraning qaytishiga guvoh bo'lasiz. Sahna birinchi. Sodiq Turg'unovichning uyi, kechki payt. Xona yarim qorong'i, faqat stol ustidagi chiroqning sarg'ish nuri uning yuziga tushadi. U yolg'iz o'tiradi. Qo'ldagi qalam qog'ozga tegmaydi. Ko'zlari esa bir nuqtaga tikilib qolgan. Uning qalbida nimalar bo'layotganini hech kim bilmaydi. Bir necha kun oldin u dunyoning eng qudratli odamlaridan biri edi. Pul uning oldida egilardi. Odamlar uning so'zidan chiqmasdi. Endi u o'z uyida o'ziga begona bo'lib qolgan. U Nazokat ismli ayol bilan uchrashdi. Ayol go'zal edi, aqlli edi. So'zlayotganida odamni sehrlab qo'yardi. Ammo uning orqasida esa firibgarlik, yolg'on va o'g'irlik turardi. Sodiq endi hamma narsani tushunib yetdi. U pulni butun umr qudrat deb bildi. Unga ishoning, u shunday katta ediki, osmon ham unga egiladi deb o'ylardi. Bir so'zi bilan odamni yo'ldan ozdirar, bir imo ishorasi bilan bir necha oilaning taqdirini hal qilardi. Nazokat esa uning bu zaif tomonini juda yaxshi ko'rgan. U Sodiqga kerak bo'lganda mehr ko'rsatgan, kerak bo'lganda esa qo'rqitib qo'ygan. Endi Sodiqning oldida faqat bir haqiqat bor. Uning mol-mulki yo'qolgan, ishonchi so'kilgan, oilasidan esa uzoqlashib qolgan. Eng og'rig'i u endi anglaydi. Pul dushman keltiradi, xiyonat keltiradi, ruhni vayron qiladi. Ammo shu bilan birga Sodiqning ichida hali o'sha eski dunyoqarashning ildizi o'lmagan. U hali ham muammolarni pul bilan hal qilishga odatlangan. Hali ham xatoni tan olsa-da, eski usulda harakat qiladi. Mana shu qarama-qarshilik uning qiyofasini juda tirik va haqiqiy qilib ko'rsatadi. Sahna ikkinchi. Sodiq Afzalni chaqiradi. Afzal keladi. Uning yuzida na xafalik, na g'azab bor. Afzal shunday odamlardan, qachonki u yiqilmas, balki yiqilganda ham tik turadi. Uning kiyimi soddadur, lekin undan kuch va barqarorlik taraladi. Sodiq unga taklif qiladi. Men senga katta ish taklif qilaman. Afzal jim turadi. Sodiq davom etadi. Men xato qildim. Pul bilan insonlar o'rtasidagi munosabatni aralashtirib yubordim. Endi esa yolg'iz qoldim. Afzalning ko'zlarida kechirim ko'rinadi, lekin u darhol rozi bo'lmaydi. U so'raydi: "Nima uchun aynan men?" Sodiq javob beradi: "Chunki men sinovdan o'tgan odam bilan ishlashni xohlayman. Nazokat menga nima qilganini bilasan. U ayoldan qo'rqaman deb emas, lekin endi o'z ko'zim ochildi. Sen sindirilmading. Sen pulga yugurmading. Sen o'z oriyatingni saqlading." Afzalning yuzida o'ychanlik paydo bo'ladi. U pulni emas, ma'noni qidiradi. U Sodiqga to'g'ri kelsa-da, baribir o'z qadrini tushirishga yo'l qo'ymaydi. Keyin esa Sodiq yana bir narsani aytadi. U 50 ta uy sotib olib, yetimlarga ihson qilmoqchi. Afzal shunda o'ylanib qoladi. U rozi bo'ladi, lekin shart bilan. Bu ish sof niyat bilan qilinishi kerak, reklama uchun emas. Shu yerda Sodiqning ichki olami yana bir marta namoyon bo'ladi. U haqiqatdan pushaymonmi yoki shunchaki o'z gunohini yuvmoqchimi? Buni faqat keyingi kunlar ko'rsatadi. Sahna 3. Tamaraning qaytishi. Bu lahza juda kuchli. Tamara xonaga kiradi. Uning qadami avvalgidek emas. Endi u yerda egilish, qo'rqish, kutish yo'q. U to'g'ri Sodiqning ko'ziga qaraydi, salom beradi, lekin sovuq, rasmiy. Sodiq uni ko'rib o'rnidan turadi. U Tamarani xizmatkor sifatida emas, balki bir paytlar xo'rlagan va tark etgan ayol sifatida ko'radi. Endi esa u Tamaraning o'zgarganini his qiladi. Tamara gap boshlaydi. "Men sizga xizmat qilish uchun kelganim yo'q. Men sizning oldingizda o'zimni isbotlash uchun ham kelganim yo'q. Men shunchaki kechira olishni o'rgandim, ammo avvalgi xo'rlikka qaytish uchun emas." Sodiqning ko'zlarida yosh paydo bo'ladi. U Tamaraga qaraydi va birinchi marta uni ko'radi. Haqiqiy Tamarani, xo'rlangan emas, balki o'z qadrini topgan ayolni. Tamara esa davom etadi. "Men sizni inson sifatida tushunaman.
Men sizning zaif tomonlaringizni, xatolaringizni bilaman. Ammo endi men o'zimning yo'limni tanladim. Agar siz chin dildan o'zgargan bo'lsangiz, men yoningizda bo'lishim mumkin. Ammo avvalgi munosabatga qaytish yo'q. Shu yerda bir muhim narsa yashiringan. Tamara kechirish qudratiga ega bo'lgan, lekin ko'r-ko'rona ishonmaydigan ayol sifatida namoyon bo'ladi. Bu uning avvalgi epizodlardagi ezilgan qiyofasiga mutlaqo zid. Uning bu o'zgarishi shunchaki sodir bo'lmagan. U ko'p avob chekkan, ko'p o'ylagan, ko'p yig'lagan. Endi esa uning ichida toshdek mustahkam e'tiqod bor. Sahna 4. Nazokat tergovda. U stulda o'tiradi, lekin uning qiyofasida sinish yo'q. U hatto qo'rqqanday ham ko'rinmaydi. Aksincha, u tekshiruvchining ko'ziga tik qarab, ayblovlarni birma-bir rad etadi. Lekin u shunchaki yolg'on gapirmayapti. Yo'q, u hatto qo'rqqanday ham ko'rinmaydi. Aksincha, u tekshiruvchining ko'ziga tik qarab, ayblovlarni birma-bir rad etadi. Lekin u shunchaki yolg'on gapirmayapti. U o'ziga xos mantiq qurmoqda. Erkaklarning o'zi menga sovg'alar berdi, o'zi xat yozdi, o'zi va'da berdi. Endi esa hammasi mening aybimmi? U shunday deydi va bu so'zlarda yolg'on yo'q. Ha, u firibgar. Ha, u odamlarning mol-mulkini o'g'irlagan. Ammo u erkaklarning zaif tomonlarini ham mohirlik bilan ishlatgan. Va u gapirganda tekshiruvchining ham yuzida o'ylash ifodasi paydo bo'ladi. Chunki nazokatning gaplarida haqiqat donalari bor. Bu uning salbiy qahramon ekanini o'zgartirmaydi, lekin uni bir o'lchovli yovuz qilib ko'rsatishdan saqlaydi. Nazokat o'z himoyasini qurayotganda, u boshqa ayollarning ismlarini ham tilga oladi. Jabr ko'rganlar ko'p deydi u. Ammo hamma ham bunga tayyormi? Bu gap bir muhim sirdan darak beradi. Nazokat yolg'iz o'ynamagan. Uning orqasida yana kimdir bor. Agar u qamalsa, tashqarida uning iplarini tortadigan kuch qoladi. Shu sababli tekshiruvning bu qismi juda muhim. Tekshiruvchi bir narsani aytib qo'yadi. Ichki ishlarda bir vaqtlar bu ish yopib qo'yilgan. Demak, nazokatga tizim ichidan kimdir yordam bergan. Bu esa hozirgi tergovga juda katta bosim o'tkazadi. Shu bilan birinchi qism yakunlanadi. Keling, ikkinchi qismga o'tamiz. Unda Jahongirning ikki o'rtada qolishi, Farhod oilasidagi keskinlik va yana bir necha muhim sahnalar sizni kutmoqda. Sahna 5. Jahongirning kabineti. Uning yuzida tashvish bor. U kompyuterga qarab o'tiradi, lekin ishlamaydi. Uning fikri butunlay boshqa joyda. Jahongir serialning juda muhim personajlaridan biri. U go'yoki yordamchi, go'yoki vositachi. U ikkala dunyoda ham yashaydi. Bir tomondan afzal bilan ishlaydi, ikkinchi tomondan esa bir vaqtlar nazokatning atrofidagi muhitda bo'lgan. U hali aytilmagan juda ko'p sirlarni biladi. U tergovga chaqirilgan. Endi esa u tanlov oldida turibdi. Agar u vijdonan harakat qilsa va haqiqatni aytsa, nazokatning ishi tez hal bo'ladi. Ammo u qo'rqadi. Chunki u nazokatning kuchini biladi. U uning qo'ldan kelganini ko'rgan. Shu sababli Jahongir jim. Ammo jimlik ham bir javob. Uning bu jim turishi keyingi qismlarda portlashga olib kelishi mumkin. U qaysi tomonga og'ishi haligacha noma'lum. Agar u vijdon tarafini tanlasa, yaxshilik g'alaba qiladi. Agar u qo'rqib nazokat tarafida qolsa, unda yana bir necha qism davomida kurash davom etadi. Tomoshabin uchun bu juda kuchli intriga. Sahna 6. Endi esa oilaviy chiziq. Onaning uyi. Ona o'z o'g'liga turmush qurishni taklif qiladi. Yaxshi qiz bor, aqlli, kelishgan, otasi boy odam deydi ona. O'g'il esa jim turadi. Uning qalbida qattiq kurash ketyapti. Bir tomondan onasini xafa qilishni istamaydi. Ikkinchi tomondan o'z hayotini yolg'on ustiga qurishni ham xohlamaydi. Ona gapini davom ettiradi. Sen hali yoshsan, bir qiz bilan tanish, ko'rish, oila qurish kerak. O'g'il boshni ko'taradi va sekin, lekin qat'iy ohangda aytadi. Ona, men uylanganman. Men xotinimni sevaman va yaqin orada farzandli bo'laman. Onaning yuzi o'zgaradi. Unga bu gap zarba bo'lib uriladi. U kutmagandi. U o'g'lining unga qarshi chiqishiga tayyor emasdi. Ona g'azablanadi. Qanday qilib sen menga aytmading? Qanday qilib o'z qaroringni o'zing qilding? O'g'il esa javob beradi. Ona, men o'zimning baxtimni o'zim tanlashga haqqim bor. Men hech kimni aldashni va bir qizni baxtsiz qilishni xohlamayman. Bu sahna juda kuchli. Chunki birinchi marta o'g'il onasining bosimidan emas, o'z vijdonidan turib qaror qiladi. U qulay hayotni, boy qizni, obro'ni tanlamaydi. U o'z sevgisini tanlaydi. Bu esa onasi bilan to'qnashuvni yanada chuqurlashtiradi.
Ona esa endi tinchlanmaydi. U o'z bilganini qilishga odatlangan. Farzandining his-tuyg'usidan ko'ra uning obro'si va o'z fikri uni ko'proq qiziqtiradi. Sahna 7. Qiz tomoni. Qiz uyda o'tirgan edi. Unga sovchi kelgan. U hamma narsaga tayyor edi. Kiygan ko'ylagi chiroyli, sochlari taralgan, uy bezatilgan. Ammo yigit kelganida uning yuzida boshqa bir ifoda bor edi. U kechirim so'radi va rostini aytdi. Qiz bir zum jim qoldi. Uning yuragi ranjidi, lekin u o'zini tutdi. U yig'lamadi, baqirmadi, janjal chiqarmadi. U shunchaki dedi: "Tushundim. Sizni baxtli bo'lishingiz kerak." Keyin esa qo'shib qo'ydi: "Iltimos, onamga bu gapni aytmang. Unga sovchi kelmagan deb aytamiz." Bu gap qanchalik katta insoniylikni ko'rsatadi. Qiz o'z og'rig'ini yashirdi. Onasining oriyatini saqlab qolish uchun yolg'on gapirishga tayyor. Bu kadr juda kichik, ammo uning qadri katta. Bunday qahramonlar serialda tasodifan paydo bo'lmaydi. U keyinchalik boshqa bir voqeada, boshqa bir qarorda yana paydo bo'lishi mumkin. Balki u kelajakda biror qahramonning asl yuzini ochadi. Balki uning qadri va sadoqati boshqalarga o'rnak bo'ladi. Sahna 8. Dildor, Nargiz va Said. Bu uchlik atrofidagi mayda ko'ringan lavhalar aslida yangi bir dramaning poydevoridir. Nargiz Saidni chaqiradi. Uning ovozida juda iliqlik bor.